onasi. Labbay. O'sha mashhur seni yaxshi ko'rgan natural muzqaymoqlaridan. Hammasini olib kelibsizmi? Axir sen hammasini yaxshi ko'rasan-ku. Qani, tezlashtir. Bir ochib yeymiz. Zo'r. To'xta. Kimdir keldi. Hozir o'zim qarayman. Tezroq. Yana ketdi. Pul so'raydi hozir yana. Dadasi, ana opes ketdi yana. Olib kirmadingmi? 2 yildan beri o'zi shundoq ham boqib kelyapsiz. Pul so'raydi hozir yana. Gap ko'paytirma, borib kir. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ukam uydamidi? Uydalar? Ishim bor edi, kirsam mayli. Kiring. Yaxshi keldingiz, opa. Jiyanlarim hammasi yaxshimi? Qani choydan qo'y. Rahmat. Keyin onasi marojnadan olgan issiqdan kelgan bir marojna xo'rak qilamiz, opa. Oling, opa. Marojnadan ol. Bu sizga opa kattaroq yeysiz. Yo'q, men yemayman. Bir salqin qilib yeysiz-da, opa. Uka. Sendan yordam so'rab keldim. Tinchlikmi? Bilasan, xabaring bor. Ochchayni o'tganlardan keyin ancha qiynalyapman. Jiyanlaringni maktabiga, yeb-ichariga, birini bog'chasiga. U yetmagandek. Uyi to'lovlari hech qaysiga yetkiza olmayman. Ishlayapman, ishlayotgan pulim ham yetmayapti. Shuning uchun uka, sendan yordam so'rab keldim. Ozgina yordam qilib tur. Jiyanlaring uchun. Nimasi qilasiz, opa? Xijolat bo'lmang. Men beraman sizga o'zim. Shunga ham yig'laysizmi, opa? Mana opa, yetmasa yana aytasiz. Yig'lamang, bo'ldi. Uka, qo'limdan faqat duo qilish keladi. Ey Xudoyim, ukamga beraringdan qismagin. Yaxshi ham shu ukam bor ekan. Hamisha Alloh o'zi panohida asrasin. Alloh akbar. Endi marojna yeysiz. Kelishdingmi? Qani. Kel o'tir uka. Yaxshimisiz aka? Yaxshi keldingmi? Bo'ladi sekin. Yaxshimisiz o'zingiz? Kelinlar, jiyanlar yaxshimi? Ha, ular yaxshi. Ishlar bilan bo'lib sizlardan xolam so'ra olmayapman. Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Men naborat sizni ukangizman. Men sizni ko'rgan ko'proq kelishim kerak. Lekin kelsam ham aka faqat tashvish bilan kelyapman sizni ko'rgani. Tinchlikmi? Ha, aka bilasiz, mashina arendaga olganman, eskiroq bo'lsa ham. Hop. Kecha yaqinda turtib oldim palakat. O'zing yaxshimisan? Men yaxshiman, lekin hozir remontga arenda pullarini qilib berishim kerak. Taksi ham qila olmayman aka. O'shanga agar iloji bo'lsa 200 berib tursangiz. 200 dollar? Ha. Shu bilan ishim bitib ketadimi? Ha, albatta. Onasi? Labbay. Labbay. Bor, sefdan 200 dollar olib chiqib ber ukamga. Hozir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, men rosa ham xursand bo'ldim. Men qutqardingiz aka qiyin vaziyatdan. Hammasi yaxshi. Albatta qaytaraman. Mana. Ukamga ber, ol. Ol. Aka, kattakon rahmat. Men bu yaxshiligingizni unutmayman. Men qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdingiz. Menga ruxsat bersangiz, men tez borib hal qilsam. Choy ichamiz? Choy qo'y.
Yo'q, qarzlardan tezroq qutulib, mashinamni remontdan olib chiqishim kerak. Rahmat aka. Albatta qaytaraman. Bolalaringni olib kelgin. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Mayli keling. Rahmat. Mayli uka, uydagilarga salom ayt. Bolalaringni olib kelgin. Hop, hop. Tinchlikmi? Topgan tutganingizni opangiz bilan ukangizga sarflayversangiz, qachon bir o'zimizga harakat qilamiz dadasi. Bularni tayyor boqmanda qilib qo'ya qoldingiz-ku. Bitta gugurtga pul topa olmasa ham siz oldingizga yugurib kelishadi. Ha, qachon farzandimizni o'qitamiz, qachon uy-joy qilamiz ularga? Katta qizingizni bo'yi yetib turgan bo'lsa, bo'ldi-da, endi bitta uka bo'lsa, bitta aka bo'lsa shunchalik qiladi. Sal o'ziga qo'yib bering, o'zlari ham ishlashsin ozgina endi. Baraka topkur. Balkim Xudoyim shu opa-ukalarimga berayotganim uchun menga ziyodasi bilan berayotgandir. Sen qayerdan ham bilarding? Qo'ysangizchi, hammasiga siz ham o'zingizni kuchingiz bilan erishdingiz, o'zingiz harakat qildingiz. Kimgadir boqmanda bo'lib qolganingiz yo'q. Bir tomondan gaping ham to'g'ri. Ha, bo'pti. Gaplashamiz. Kim ekan? Kim? Yana dardi puldir-da. Omixor. Onasi? Labbay? Ha, eshikka qarab, kimdir chaqirdi. Xo'p. Opangiz kelibdi yana. Safarga ketgan, uyda yo'q edi. 15 kundan keyin keladi deyapti. Xo'p. Keling opa. 3-4 kundan beri ukamga telefon qilaman. Telefonni hech ko'tarmayapti. Yaxshimikin deb xavotir olib kelgandim. Hech ham xavotir olmang. Ukangiz 15 kunlik safarga ketgandilar. Ha. Shunga telefonlaringizga javob bera olmagandirlar. Ha, uyga kiring. Yo'q, rahmat. Ukam kelsa kirarman. Ha. Ukamga aytib qo'yarsiz-a, opangiz sizdan xavotir olganlari uchun keldilar deb. Xo'p, aytaman. Mayli. Yaxshi boring. Keldingizmi dadasi? Voy, naturalmiz qaymoqlarimi? Shokoladangizni olib kelmadingizmi? Men yaxshi ko'radiganda. Pulim yetmadi. Mayli. Biz qayerda xato qildik deb o'ylayapsanmi? Biz xatoni kattasini qildik. Men bitta katta korxonaning rahbari edim. Sen esa uyda xonimi, xonzodasi eding. Sen orqali shayton meni aldadi. Opamga, ukamga qo'ldan kelgancha beminnat yordam qilardi. Xudoyim menga beraverardi. Men ularga berardim. Opa ukamga yordam berishni to'xtatdim. Xudoyim menga berishni to'xtatdi. Mana endi shaytonga yutqizib men bir korxonani qorovuli, sen esa
bir maktabning farroshisan. Aslida eng katta baraka Suylay rahmda ekan. Biz yutqazdik.